Demak, list Pythonda eng ko'p ishlatiladigan ma'lumotlar konteyneri bir nechta qiymatlarni tartib bilan saqlaydi. Ya'ni, misol uchun biz avvalgi darslarimizda yangi o'zgaruvchilar yaratishda e, nom berib a teng 10, b teng 20, age teng 21, name teng Ali yoki e, true false kabi qiymatlar bilan ishladik. Endi bu listimizda, ya'ni ro'yxatda ana shu bir yoki bir qancha tipdagi ma'lumotlarni bir konteynerda, ya'ni nima desak, bu ro'yxat ko'rinishida saqlash imkoniyati bu ana shu list arxitekturasi deb aytiladi. List endi arxitektura demaylik, buni list obyekti deb qo'yadi. Qanday bo'ladi? Misol uchun bizda students nomli o'zgaruvchi bor. Uni list tipida yaratish uchun mana shu kvadrat qavslar ichida ana shu elementlarini berib ketamiz. Misol uchun students ning to'rtburchak yoki kvadrat qavslar ichida Ali virgul elementlar virgul bilan ajratiladi. Bahrom, Doniyor, Guli va hokazo. Demak, mana shu ikkinchi satrimizda berilgan student nomli ro'yxatimizda mana shu 4 ta string tipidagi ma'lumot saqlandi. Endi uni ekranga chiqarish uchun oddiy print komandasi bilan mana shu students deb yozadigan bo'lsak, natijada nima ko'rsatiladi? Ali, Bahrom, Doniyor, Guli deb mana shuni nima list tipida ko'rsatib qo'ydi. Mana shu to'rtburchak qavslar uni list tipi ekanligini bildiradi. Demak, listimiz bir yoki, yana takrorlab o'taman, bir yoki bir qancha tipdagi ma'lumotlarni bir konteynerga saqlab beradi. Endi listning xususiyatlari. Demak, ordered terminlar bo'yicha ordered deb va ordered elementlarni ketma-ketligini saqlaydi. Ya'ni kiritgan elementlarimiz tartiblangan ravishda, oddiyroq qilib aytganda, indekslar bilan saqlanadi. Misol uchun a mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangizda a, b, c deb 3 ta string tipidagi ma'lumotni qo'shib qo'yibmiz. Har bir belgi 0, 1, 2 ko'rinishda indekslanadi. Murojaat qilmoqchi bo'lsak, mana shu lst to'rtburchak qavs ichida 1 yoki 0 indeks yoki 2 indeksi bilan qiymatlar beriladi yoki shu qiymatni printga chiqaramiz yoki boshqa o'zgaruvchiga qiymatni berishimiz mumkin. Keyingi xususiyati mutable, ya'ni o'zgartirish mumkin. Istagan elementimizni indeks bilan chaqirib yoki o'zini maxsus metodlari bilan chaqirib o'zgartirishimiz, olib tashlashimiz, o'chirishimiz mumkin. Keyingi xususiyati heterogeneous, ya'ni turli turdagi ma'lumotlar. Listimizga xohlasak int tipidagi, xohlasak float tipidagi, xohlasak string, xohlasak true tipidagi ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin. Keyin indexed, ya'ni indekslanadi. Indekslash 0 dan boshlanadi. Misol uchun 10 ta elementdan iborat bo'lsa, 0-indeksdan boshlanib 9-indeksda tugaydi. Undan keyin dynamic size. Ya'ni dynamic size degani xohlagancha element qo'shib, xohlaganimizcha elementlarni olib tashlashimiz mumkin. Xotira shunga mos ravishda kengayadi yoki qisqaradi. Xo'sh, undan keyin elementlarga murojaat qilish. Misol uchun fruits nomli listimiz bor. Unda 3 ta mevani nomi kiritilgan. Endi fruits 0 desak, demak 0-indeksimizda olma turibdi. Olma qiymatini olib beradi. Fruits -1 deganimiz mana shu indekslash 0 dan boshlanadigan bo'lsa, -1 deganimiz oxirgi elementdan boshlab ketadi. -1 gilos, -2 banan, -3 olmaga qaytib keladi boshqa. Demak, manfiy indekslar oxiridan boshlab sanaladi ekan. Endi kodda bajarib ko'ramiz shuni.
Xo'sh. List test deb qo'yamiz. Keyin boya heterogeneous dedik, ya'ni har xil tipdagi ma'lumotni saqlab biladi. Endi qaraymiz. Misol uchun 1 olma true tipi, keyin shu bilan birga float tipida misol uchun 1.85, keyin oddiy list tipida bo'pti. Hozircha shular turib tura qolsin. Endi elementlarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, misol uchun printda print deymizda list testni misol uchun ikkinchi indeksini ekranga chiqarib ber. Ikkinchi indeksi bu true ishlatamiz. Boshda true ni chiqarib berdi, keyin studentlarni chiqardi. Studentlar mana bu 9-satrdagi print komandasini bajarib turdi. Keyin -1 shularni ko'rsatishim kerak. List 2 -1 elementi deganimiz mana shu oxirgi elementini bizga chiqarib beradi. 1.85. Endi davom qilamiz. Elementlarni o'zgartirish, bular qaysidir bir elementlarni o'z keyingi dasturni davomida o'zgartirmoqchi bo'lsak, list testni misol uchun 0-indeks o'rniga 1 emas 100 ni yozib qo'yamiz. Boshqatdan ishlatamiz. 0-indeksini chiqardi. Mana 100 deb o'zgardi. Sikl aylantirish. Bu siklni avvalgi darslarda o'tganmiz. For i in list test enterda sikl ichida print i deb qo'yamiz. Ishlatadigan bo'lsak, har bir elementi bo'yicha yana 100 olma true 1.85. Endi davom qilamiz. Elementlarni o'zgartirishni ko'rdik. Xo'sh, ekranga chiqarishni, bir nechta elementlarni o'zgartirish. E'tibor beramiz. Misol, numbers nomida 1 dan 5 gacha sonlarni saqlab turuvchi listimiz joylangan. Endi 1 3, ya'ni 1-indeksdan 3-indeksigacha bo'lgan qiymatlarga 20 va 30 ni ber. Ya'ni 1-indeksimizda 2, 2-indeksimizda 3, 3-indeksimizda 4 turibdi. Biz bilamiz, range funksiyasidan mana shu 1 3 degan bo'ladigan bo'lsa, 3 gacha. Ya'ni 3 gacha emas, endi 3-indeksimiz 4 turibdi. 4 gacha. Ya'ni mana shu kirmaydi. 3-indeksini faqat 1 bilan 2. 5 degan bo'lsak, 1 2 3 4 gacha davom qiladi. Ishlatib ko'ramiz. Xo'sh. Olma va bir boshqa elementlar qo'shali. Test 900 yana boshqadan anor. Endi bu yerda numberlarni o'zgartirmoqchi edik. Birinchi indeksdan, yaxshi, ikkinchi indeksdan 0 1 2 3 4 5 6 va ikkinchi indeksdan 5-indeksgacha. Ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi indekslar o'zgarsin dedik. Qiymatni beramiz. 100 demadi endi. Test 1 yo'q. Indeks 2, indeks 3, indeks 4 bo'ldi. Ishlatamiz, boshqatdan chiqaramiz printda. Ya'ni
olmadan keyingi indeksimiz, misol uchun birinchi 0-chi indeksni olma birinchi indeks, true deganimiz ikkinchi indeksmi? Ikkinchi indeksda true turganda qiymatini indeks 2 ga o'zgartirdik. Xuddi shunday indeks 3 ga, indeks 4 ga e'tibor beramiz. Mana shu olmadan keyingi 3 ta indeksda mana shu qiymatlar berildi. Endi davom qilamiz. Elementni qo'shish va olib tashlash. Maxsus metodlari bor. Append. Append deganimiz oxirgi elementiga mana shu qaus ichida ko'rsatilgan qiymatni qo'shadi. Insert ko'rsatilgan indeksini o'rniga olib borib mana shu berilgan qiymatni qo'shadi. Keyin extend deganimiz esa bir nechta elementni qo'shishi mumkin. Bu albatta oxiridan amalga oshiriladi. Bajarib ko'ramiz. Ularni komment olib turaman. Xo'sh. O'sha testni sal kichikroq qo'yaylik. Fruits. Yaxshi. O'zinda tursin. Yangi list ochaman. Fruits. Buni elementlarni qo'shishni boshlayman. Fruits nuqta append orange ni qo'shamiz. Keyin remove ni qo'shamiz. Keyin insert fruits nuqta insert va remove ni olib turaman hozircha. Insert 0-chi indeksga orange dan emas, granate. Anarni tarjimasi granate degarak. Keyin fruits insert nuqta extend orange banana boshqa mevalarni qo'shamiz. Xo'sh. Kiwi, peach, cherry bar, boshqa element, pear. Mana shu elementlarni qo'shamiz. Demak, bu yerda orange'da yangi element qo'shamiz. Bunda ko'rsatilgan indeksni qiymati o'zgaradi. O'zgartirish. Keyingisida esa listni kengaytirishdan qo'yaman. Kengaytirish. Ishlatamiz. Ham endi list emas, fruits ni ishlatamiz. Fruits. Birinchi safar apple, banana, cherry edi. Appendda qo'shdik, orange bo'ldi. Ya'ni 3-chi indeks sifatida orange bo'ldi. Keyin 0-chi indeksimiz apple edi. Uni o'rniga granate ni yozdik. Undan keyin kiwi, peach, pear ni qo'shib qo'ydik. Demak, granate shu yerda appendni yo'q, insertni aytib o'tib ketdim. Insert apple ni o'rniga emas, apple ni indeksi o'rniga yoziladi. Bular esa o'chirib tashlanmaydi, faqat bir indeks surilib ketadi. Apple boya 0-chi indeksda turgan bo'lsa, mana shu indeks 0 ga granate yozgandan keyin bir indeks suriladi. Ya'ni apple o'chib ketmadi. Endi granate, apple, banana, cherry bo'ldi. Undan keyin oxiriga orange ni qo'shdik. Undan keyin esa extend sifatida yana 3 ta elementni bir vaqtning o'zida qo'shdik. Kiwi, peach, pear. Demak, fruitsda hozir mana shu qancha? 4
5, 8 ta element bo'ldi. Endi davom qilamiz. O'chirish usullari. O'chirish uchun demak fruits remove degan maxsus buyruqimiz bor. Mana shu yerda ko'rsatilgan elementni o'chiradi. Qiymat bo'yicha o'chirib. Endi pop 0. Agar popdan keyin mana bu yerda indeks yozmaydigan bo'lsak, oxiridan o'chiradi. Agar pop 0 degan bo'lsa, demak indeks bo'yicha o'chiradi. Keyin del maxsus kalit so'z yordamida ko'rsatilgan indeksi o'chiriladi. Undan keyin clear funksiyasi yordamida barcha elementlari nima qiladi? O'chiriladi. Bajarib ko'ramiz. Xo'sh. Bu yerda yozib qo'yamiz. Add elements to the list. Bu yerda remove elements from the list. Funksiyalarni to'g'ridan to'g'ri kopировать qilib olaman. Pop o'zini ishlatib ko'raman. Fruits birinchi indeksini har birisini alohida ishlataman. Xo'sh, clear ham alohida ishlataman, faqat popni ishlataman. Popni ishlatganimizda mana shu xo'sh peer oxirida yana peer edi. Mana shu peerni olib tashladi. Agar pop birinchi indeks bo'ladigan bo'lsa, birinchi indeksimizda qaysi? Banana, yo'q, banana emas, orange qo'shilgandan keyin bu apple turgandi. Apple'ni olib tashlaydi. Granit, apple yo'qolib ketdi, yana banana bo'ldi. Endi keyin esa endi kod qaytadan ishga tushgani uchun peach pear joyida turibdi. Keyin del fruits 1. Buni kommentdan chiqaramiz. Del fruits 1 emas, 6 deb qo'yamiz. 6-indeksda mana shu xo'sh, peachmi? Ha, peach turgandi, ishlatamiz. Mana shu kiwidan keyin yo'q, pear ekan. Pear bu ana shu 6-indeksda turibdi. Ana shu uchun peach emas, pear o'chdi. Endi fruits clearimiz mana bu butun mana shu fruits listini o'chiradi. Ishlatamiz. Hech qanday element ekranga chiqmadi. Xo'sh, davom qilamiz. Remove banana. Shu. Xo'sh, fruits remove banana. Bananani bularni endi deletedan komment olib turaman. Mana shu bananani ishlatadigan bo'lsak, faqat bizlara mana shu 3-da turgan banana elementini olib tashlaydi. Hozircha shular. Davom qilamiz. Remove bo'yicha. Endi tartiblash, ya'ni ordering. Tartiblash bu mana shu elementlarni misol uchun har xil tartibda joylashtirgan bo'ladigan bo'lsa, uni tartib bo'yicha, misol uchun sonli list bo'ladigan bo'lsa, ichida sonlardan iborat bo'lgan list bo'lsa, uni maxsus o'zini sort funksiyasi bor. Ana shu funksiya bilan bemalol mana shu ko'rinishda o'sish tartibida tartiblab chiqishimiz mumkin. Unda teskari tartibda bo'lsa, o'zini maxsus qiymatini parametrini kiritib yuboramiz. Reverse'da true qiymat beradigan bo'lsak, mana bu teskari tartibda joylashadi. Ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda bir sonli massiv ochaylik. Number
Mana sonimiz ana shu numberni va sort komandasini ishlatamiz va mana buni olib tashlaymiz. Oddiy print numbers ishlatamiz. Mana hammasi biza qiymatni kiritganimizda boshqacha edi, sortlangandan keyin o'sish tartibida joylashdi. Agar sortda reverse true qo'yadigan bo'lsa, o'zi reverse degan teskari tartibda ishlatamiz. Endi teskari tartibda saqlanadi. Agar kelgan buni sal boshqacharoq yondashamiz, numbers emas, endi boyagi har xil tipdagi ma'lumotlarga ega listimiz qanday tartiblanadi ko'ramiz. Xo'sh, list test nuqta sort. Keyin sortni o'zini ishlatamiz. Numbers emas, list test ishlatamiz. Elementlar qanday bo'ladi? Xo'sh, mana bu yerda sort komanda, sort funksiyasi o'zini algoritmlar misol uchun sortlarni maxsus algoritmlari bor. Quick sort, merge sort deb nomlangan. Ana shu massivlarni sonlar bo'yicha yoki stringlar bo'yicha o'zi avtomatik tartiblab beradi. Lekin bizda har xil tipdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan list bo'lgani uchun ana shu sort komandasi bunda ishlamay qoldi. O'zgartiramiz buni. Faqat mevalardan iborat bo'lgan fruitni ishlatib ko'ramiz. Fruit nuqta sort ishlatamiz. Fruits mana bunda esa elementlar harflar bo'yicha, ya'ni alfabet bo'yicha joylashib qoldi. Faqat bir xil tipdagi ma'lumotlardan iborat bo'lsa, bemalol sortlay oladi, lekin har xil tipdagi ma'lumotlar yuqorida yaratgan list testda har xil tipdagi ma'lumotlarni qo'shganimizda, unda sort komandasi, sort funksiyasi ishlamay qoldi. Davom qilamiz. Xo'sh, ro'yxatlar ustida amallar birlashtirish, e'tibor berasizlar, ularni kodda yozib bajarib o'tirmaymiz. Misol uchun A degan listimiz bor, xuddi shuningdek B degan listimiz bor. Ularni print A plus B desak, ana shu ikkisini bir list ko'rinishida chiqarib beradi. Keyin takrorlash. Ya'ni A listimizni ko'paytiruv 2 degan komandani qo'ysak, aynan shu listimizni takrorlagan ravishda 2 marta chiqarib beradi. 1 2 3 orqasiga yangi bir list yaratdi-da, yana ana shuni o'zini takrorlab qo'ydi. Keyin qaysidir element bor yo'qligini tekshirish uchun in kalit so'zi ishlatiladi. Mana demak, studentning ichida Ali bormi degan ma'noni bildiradi. Agar bor bo'ladigan bo'lsa true, aks holda false qiymat qaytaradi. Keyin slicing, ya'ni bo'laklash. Bo'laklash qanday bo'ladi? Misol uchun bizda mana shunday listimiz bor. 10 dan 60 gacha bo'lgan o'nlik sonlarimiz. 1 dan 4 gacha bu birinchi indeksdan 3-indeksgacha bo'lganlarni ajratib oladi. Oddiy bemalol yangi list ochib, xo'sh, numbersda mana shu numbersda yangi bir yangi list ochib, numbers kvadrat qavs ichida birinchi indeksdan 4-indeksgacha desak, bizda 3 ni, 5 ni, 6 ni va 1 2 mana shu 3 ta elementni o'z ichiga olgan R nomli yangi jadval chiqadi. Print nomini ishlatamiz. Mana 3 5 6.
faqat mana shu elementlardan tashkil topgan yangi nima list hosil bo'ldi. Davom etamiz. Demak, 2.3 qo'yadigan bo'lsak, 0-indeksdan boshlab ikkinchisigacha. Endi indekslash oxirgisi hisobga kirmaydi. Misol uchun 2.4 desak, 1 dan boshlab 3 gacha, oddiy 2.3 desak, 0 dan boshlab 2 gacha, 2.2 deydigan bo'lsak, demak, 0-indeksdan boshlab qayergacha bo'ladi? Orasida 2 farq bilan olib ketadi. Ya'ni birinchi indeks 0-indeksni oladi, 2 farq o'tiladi, 30 ni oladi, yana 2 farq tashlaydi-da 50 ni olib ketadi. Keyingisi list comprehension, ya'ni listni qamrovi desakmi, mana shunday tarjima qilsak bo'ladi. Misol uchun bizda listni avtomatik to'ldirsak bo'ladi. Qanday qilib? Misol uchun oddiy x bu operatorni bilasizlar, darajaga ko'taradi. X ni kvadrati. Shu yerda sikl ochamiz. Siklimizda har bir birdan endi 6 chegarasi qilib, faqat 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni kvadratini mana shu squares nomli listga joylash. Ishlatib ko'ramiz. Bularni kommentga olamiz. Pastda. Misol uchun kopirovat ishlatamiz. Ya'ni bu yerda ana shu squaresga sonlarni kvadratini beradi. Print squares ishlatamiz. Mana 1 ni kvadrati, 2 ni kvadrati, 3 ni kvadrati, 4 ni hamdasa 5 ni kvadrati. Keyin shartli comprehension. Ya'ni aytadigan bo'lsak, x for x in range va shart ham qo'shib qo'ydik. Agar x imiz 2 ga bo'linsa, ya'ni bu qoldiqni bildiradi. Qoldiq 0 ga teng degani bu 2 ga bo'lindi degani. Yozamiz. Boshqacharoq qo'shamiz. X ni kvadrat emas, faqat x ni o'zi. For x teng bir rangedan, misol uchun 20 gacha. If x imiz foiz 2 teng 0. Ishlatamiz. Nimani ekranga chiqarib beradi. Ya'ni 2 dan boshlab 20 gacha, 20 hisobga kirmaydi. 20 gacha bo'lgan sonlarning ichida mana shu juftlarini mana shu squares nomli listga joylab berdi. Davom qilamiz. Tuple. Aynan shu listga o'xshaydi, lekin immutable. O'zgarmas. Biz bir marta mana shu tuple'ni yaratgandan keyin undagi elementlarni olib tashlash, ustiga qiymat qo'shish yoki ichidagi elementni o'zgartirish imkoniyatiga ega emasmiz. Bu tuple. Xo'sh, foydalanish sabablari. Ma'lumotlar o'zgarmas bo'lishi kerak bo'lganda, misol uchun GPS koordinatalar, oddiy uyni koordinatalarini bermoqchi bo'lsak, odatda tuple berganimiz ma'qul, chunki koordinatalar o'zgarmaydi vaqt o'tishi bilan. Undan keyin tezroq ishlaydi ham xotirada kamroq joy oladi. Endi xuddi shu listga o'xshab yaratiladi, faqat kvadrat kaus emas, qanday oddiy kauslardan foydalanadi. Endi hali vaqtimiz bormi? 2 daqiqamiz bor ekan. Demak, tuple yaratish paytimizda, demak, kvadrat kauslardan emas, oddiy kauslardan foydalanamiz. Bu tuple ekanligini bildiradi. O'zgarmasligi
to'xtalib o'tamiz bunga. Agar bu yerda e'lon qilinganda 1, 2, 3 deb nomli 3 ta elementdan iborat bo'lgan tuple'ni yaratadigan bo'lsak va uni birinchi indeksni 10 deb qiymat beradigan bo'lsak, bu yerda xatolik yuz beradi. Demak, o'zgarmas tuple ichida o'zgaruvchan list bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, mana shu tuple'imizni ichida list qo'shishimiz mumkin. Bu listni ichida list qo'shganda ham shunday imkoniyat bor. Misol uchun, mana shu tuple'ning birinchi indeksi 1, ikkinchi indeksi 2 va 3 mi? Bu 2 va 3 deb nomlangan bu nol'inchi indeks va birinchi indeksda turadigan bo'lsa, ana shu elementlarni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Ya'ni tuple'ni birinchi indeksining nol'inchi indeksiga, ya'ni birinchi indeksi mana shu list, ana shu listni nol'inchi indeksi 2, ana shuni o'rniga 99 degan qiymat bersak, bu yerda xatolik bermaydi. Lekin ana shu 2 va 3 ni o'zini olib tashlamoqchi bo'lsak yoki o'zgartirmoqchi bo'lsak, unda xatolik yuz beradi. Xo'sh, nusxa olish. List oldik. Oddiy list. B nomli list oldik. Uni a.copy funksiyasini ishlatadigan bo'lsak, bu yerda nima bo'ladi? Ana shu B massivga ana shu A ni kopiyalab beradi. Va bemalol mana shu B ni indeksi, 0-indeksi nusxa olishni gaplashib turgandik. Demak, B ni 0-indeks xuddi B listimiz ham aynan shu A ni listidek bir xil bo'lib qoldi. Buni elementlarini o'zgartirsa bo'ladi. Bu yerda eslatmalar, agar list ichida list bo'ladigan bo'lsa, deep copy ishlatish kerak bo'ladi. Yoki bu yerda tuple ichida list qo'yganimizda, listning ichida ham alohida list qo'ysak bo'ladi. Agar ana shuni copy qilmoqchi bo'lsak, deep copy ni o'rniga deep copy buyrug'ini ishlatish, buyrug'i yoki funksiyasini ishlatish kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda tuple'lar bo'yicha tezlik masalalarini gaplashamiz. Demak, tuple tezroq, chunki o'zgarmaydi. Misol uchun, bu yerda kodni ishlatib ko'ramiz. Import time, bu time kutubxonasini chaqirib olish. Endi list lst, ya'ni yangi list ochildi. for range inda misol uchun 1 dan boshlab qanchagacha? 1 milliongacha elementlarda list ochamiz. Endi shu listni tuple tipiga o'zgartiramiz. Ya'ni tuple'ni to'g'ridan-to'g'ri mana bu komandasi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun boshda list yaratib, uning ichiga mana shu uning ichiga emas, uning tipini listdan tuple tipiga o'zgartirdik. Bu narsa bilan biz tuple'ni qaysidir elementlarini o'zgartirmoqchi bo'lsak, oldin list tipiga o'zgartirib, ana listimizda elementlarni o'zgartirish mumkin. O'zgartirishlarni yoki o'chirishlarni bajarib bo'lganimizdan keyin yana qaytadan tuple tipiga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Buni hozir kodda bajartirib ko'rsatamiz. Start time bu sum lst ham shu bilan birga start time ham list time davomida mana shu ikkalasini ham tezliklarini bajartirib ko'radi. Hozir ishlatamiz. Kopirovat qildik. Mana hammasini o'chirib tashlayman. Import time. Ustoz. Mana shu kodni import etib oldik. Birinchi ana shu listni elementlarini qiymatladik. Hamdasa aynan shu tuple yangi tuple degan o'zgaruvchi ochlikda aynan shu millionta elementdan iborat bo'lgan, birdan milliongacha bo'lgan sonlarni o'z ichiga olgan list va tuple bor. Ikkisini summasini hisoblashda tezlikni solishtirib ko'ramiz. Demak, start time deganimiz mana shu operatsiya bajargandan boshqatdan time'ni ishga tushiradi. Mana bu summani hisoblab bo'lgandan keyin
timedan start bo'lgan holatni ayiradi. Natijada necha sekundda bajarganligini hisoblasak bo'ladi. Ishlatamiz. Mana. List demak 0,1000dan 16 sekundda bajarib bo'ldi. Tuple esa 0,1000dan 9 sekundda bajarib bo'ldi. Ya'ni bir deyarli ancha deyarli 2 barobar tez ishlab turibdi tupleimiz. Hozirgi shu nima millionta sonni yig'indisini hisoblash uchun. Davom qilamiz. Tuple odatda 10-20% tezroq ishlaydi degan mazmunda chiqarib qo'yibdi. Endi hayotiy misollar. Misol uchun aytadigan bo'lsak, talabalar ro'yxatini ism familiya bo'yicha sortlash yoki GPS koordinatalari. Bu yani tuplelar misolida. Keyin shu bilan birga ishchilar haqida ma'lumotlarni employees deb listni ichida e'tibor bersangiz, listni ichida yana boshqa list ko'rinishida nima qilib e'lon qilib qo'yibdi. Endi bizda hali keyingi darslarda yana davom ettiramiz. List, tuple, set, dictionary farqlarini ko'rsatib o'tganmiz bu yerda. Demak, listimiz ma'lumot turi tartiblangan ro'yxat, tuple ham tartiblangan, lekin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Set tartibsiz, ham unikal elementlar to'plami, ya'ni duplikatlar mavjud bo'lmaydi. 4 marta 5 yoki 5 marta ali deb qiymat beradigan bo'lsak, faqat 5 ta alidan bittasini olib ketadi. Ya'ni dictionary esa kalit qiymat juftligida bo'ladi. Keyin tartib saqlanishi bu yerda shu jadvaldan o'zlaringiz ko'rib solishtirib olsangizlar bo'ladi. Xo'sh, bu yerda xotira sarfi bo'yicha aytadigan bo'lsak, listimiz sal ko'proq joy egallaydi, tupleimiz kichik. Bu jadvalni ana shu o'zlari esa modulga tashlab qo'yaman, bemalol ko'rib ishlatib olsangizlar bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, bemalol beraveringlar. Men zapisni to'xtataman.